Hammaga salom, muhim xabar va voqealar bilan tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning taklifiga binoan 29-yanvar kuni rasmiy tashrif bilan mazkur mamlakatda bo'ldi. Mamlakatimiz rahbarining rasmiy tashrifi sharafiga Istanbul shahrida mashhur arxitektura yodgorligi Galata hamda Turkiya palatalar va birjalar birlashmasi O'zbekiston bayrog'i ranglarini aks ettirdi. Tashrif doirasi qator muhim va strategik ahamiyatga ega tadbirlar bo'lib o'tdi. Xususan, Ankara shahrida O'zbekiston-Turkiya yuqori darajadagi strategik hamkorlik kengashining 4-yig'ilishi o'tkazildi. Tadbirga Prezident Shavkat Mirziyoyev va Turkiya Respublikasi Prezidenti hamraislik qildi. Tashrif doirasida rasmiylar ushbu mamlakatda tashkil etiladigan ilk o'zbek maktabi poydevorini qo'yish marosimida ishtirok etishi, shuningdek 2023-yil 6-fevraldagi vayronkor zilzilalardan keyin Turkiyaning janubidagi Hatay viloyatida barpo etilgan O'zbekiston mahallasining ochilish marosimi ham bo'lib o'tishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, ushbu uy-joy majmuasi Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan zilziladan keyin O'zbekistonning Turkiyaga ko'rsatgan yordami doirasida qurilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Prezidentimiz raisligida o'tgan yig'ilishda huquq-tartibot idoralari faoliyati tanqidiy ko'rib chiqildi. Sudkash va xizmat vazifasini suiiste'mol qilgan huquq-tartibot idoralari vakillariga keskin choralar ko'rildi. Ularning ba'zilari o'z xizmat vazifalaridan ozod etildi hamda shu yerning o'zida qamoq chorasi qo'llanildi. Davlatimiz rahbari qo'riqlash va jamoat tartibini saqlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar taqdimoti bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 26-yanvar kuni Toshkentdagi Osiyo Olimpiya kengashining 46-bosh assambleyasida ishtirok etdi. Tadbirda yetakchi xalqaro va mintaqaviy sport tashkilotlari rahbarlari va vakillari ham qatnashdi. Davlatimiz rahbari yangi O'zbekiston barcha davlatlar bilan sport sohasida ko'p qirrali va uzoq muddatli hamkorlik uchun ochiqligini tasdiqlab, sport diplomatiyasini rivojlantirish hamda qo'shma tashabbuslarni ilgari surishga tayyorligini ta'kidladi. 26-yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston bojxona sohasi xodimlariga tabrik yo'lladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizning Olmazor tumani Zarqaynar ko'chasida tashkil etilgan turizm va xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyati bilan tanishdi. Prezident raisligida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha joriy yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bizni kuzatib boring, hamkasbim parlament vaqti bilan tanishtiradi. Demak, navbatdagi yalpi majlisda 8 ga yaqin qonun loyihalari ko'rib chiqilmoqda va ularning eng birinchisi bu O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni loyihasi edi. Bu avvalo bola huquqlarini ta'minlash bilan ham bog'liq va mashinani boshqarayotgan paytda va sotish jarayonlarida odometrning orqaga qaytarilganligi, o'zgartirilganligi masalasida xaridorni xabardor qilish masalasida juda muhim. Qonun loyihasining ahamiyati nimada deb o'ylaysiz? Aynan mana shu qonun loyihasi agar ichini qarab ko'rilsa, bir nechta qonun masalalar kiritilganda, bu o'zini o'zi rad qilish instituti, bola huquqlarini himoya qilish, o'sha avtotransport vositalarini boshqarish bilan bog'liq bir nechta loyihalardan iborat. Mana shu o'rganishlarda bizga o'sha mashina bozor deymiz xalq tilida, mashina bozori o'sha faoliyatini o'rganganimizda masala kelib chiqqan. Mana shu birinchi, ikkinchi, uchinchi qo'l deydi, to'rtinchi qo'l bilan sotiladigan mashinalar bor. Unda shu eng katta muammo ularda
mashinani sotganda 30% narxiga ta'sir qilar ekan, odometri yokida yangisini qo'yib almashtirib qo'ysa yokida orqaga qaytarsa mashinani tan narxi oshar ekan. Bu esa mana aldov yo'li bilan iste'molchi huquqlarini buzadi. Xuddi ishlatilmagandek hisoblanadi. Xuddi ishlatilmagandek yokida 100 ming yurganda 30 ming qilib qaytarib qo'ydi orqaga probegini deylik. Mana shu narsalarni ko'tarishganda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish uchun mazkur masalani kiritdik. Birinchi o'qishda konseptual ma'qullanganda deputatlar taklif kiritdi. Sotuvchi bilmasachi, mana ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l sotuvchilar bo'ladi. U bilmasachi degan masalani ko'tarishdi. Biz haqiqatan o'rgandik. Haqiqatan o'sha bozordagi oldi sotdi jarayonida ishtirok etadiganlarni aytishdiki, haqiqatan biz bilmasligimiz mumkin. Menga kelib bittasi sotib ketadi, men boshqa odamga sotaman deyishdi. Va shu nuqtai nazardan kelib chiqib qonun loyihasini takomillashtirib, ya'ni o'sha sotuvchi agarda odometr o'zgartirganligi yoki almashganligini bila turib xabardor qilmaslik deb jumlasiga almashtirdik. Ya'ni faqatgina bu yerda iste'molchilar huquqlarini emas, ya'ni sotuvchilar huquqlarini biz bu yerda himoya qilishga erishdik. Shu nuqtai nazardan bir narsani ta'kidlashni xohlardim. Bu azal qadriyatlar bizga ham borib taqaladi. Boisi mol sotganingda uni aybini ham aytib sotgan degan bir naql bor, to'g'rimi? Rahmat ma'lumotlar uchun. Yalpi majlisda shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasining tuzilmasi hamda davlat fuqarolik xizmati tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi hamda ekologiya sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashishni kuchaytirishga qaratilgan va boshqa qator qonun loyihalari ko'rib chiqildi va Senatga yuborildi. Shuning bilan bugungi yalpi majlis o'z nihoyasiga yetdi. Bugun Jadid gazetasi o'quvchilarini nashrning 5-sonidan o'rin olgan ayrim maqolalar bilan tanishtiramiz. Halollik va adolat eskirgan tushunchami? Gazetaning bu galgi sonida professor Shovosil Ziyodovning shu nomdagi maqolasi e'lon qilindi. Unda iqtisodiy o'sishning o'zi jamiyatni mustahkam qilmasligi, agar davlatning ma'naviy ustunlari hisoblangan halollik va adolat zaif bo'lsa, har qanday tizim inqiroziga yuz tutishi mumkinligi haqida mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek, maqolada Alisher Navoiy va Imom Buxoriy kabi buyuk mutafakkirlarning o'gitlariga tayangan holda adolat davlatchilikning eng muhim sharti ekani asoslab berilgan. Halollik va adolat hech qachon eskirmaydigan ijtimoiy zaruratdir. Bu ikki tushuncha kimgadir yuklanadigan shior yoki faqat davlat zimmasidagi vazifa emas. Ular har bir insonning kundalik qarorlarida, kasbiy faoliyatida va ijtimoiy munosabatlarida namoyon bo'ladigan shaxsiy mas'uliyatdir. Jamiyat barqarorligi yuqoridan emas, insonning o'z vijdonidan boshlanadi. Har kim o'z burchini halol ado etsa, adolatni faqat talab qilmay, o'zi ham unga rioya etsa, jamiyatdagi ko'plab muammolar o'z-o'zidan yechim topadi. Shuningdek, gazetada muallif Soyibjon Begmatovning Ustozlarning ustozi nomli maqolasi chop etildi. Unda o'zbek mumtoz musiqa san'atining yirik namoyandasi, O'zbekiston xalq hofizi Jo'raxon Sultonovning ibratli hayoti, ijodiy yo'li va milliy san'atimiz rivojiga qo'shgan beqiyos hissasi xususida so'z boradi. Muallif musiqa san'atining yorqin vakili Jo'raxon Sultonov siymosini o'zbek milliy musiqasining asl qiyofasini saqlab qolishda jonbozlik ko'rsatgan buyuk ijodkor sifatida gavdalantirgan. O'zbek mumtoz musiqasi o'zining asl qiyofasini bezavol saqlab kelayotganiga dunyo san'at ahli havas qiladi. Bu an'anani munosib rivojlantirish har bir ijrochi, jumladan bugun mumtoz san'at ostonasiga qadam qo'yayotgan yoshlarning burchidir. Bu borada ustoz san'atkorlar ijodini doim ibrat bilib, ipidan ignasigacha sinchiklab o'rganish, o'zlashtirish va xalqqa taqdim eta borish kerak. Zero ildizi oq suvga yetib borgan niholning umri ham, shahobi ham barakali bo'ladi. Nashrdan o'rin olgan shu va boshqa maqolalarning to'liq matnini gazetaning rasmiy sahifalaridan o'qishingiz mumkin. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Ablaqulova. Assalomu alaykum.
Sun'iy intellektni qo'llash orqali yuzaga keladigan munosabatlar tartibga solinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra, sun'iy intellekt yordamida shaxsga doir ma'lumotlarga noqonuniy ishlov berganlik uchun javobgarlik belgilandi. Qonun bilan axborotlashtirish to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, insonning huquqi va erkinligiga aloqador bo'lgan yuridik ahamiyatga ega qarorlarni qabul qilishda faqat sun'iy intellektdan foydalanib yaratilgan texnologiyalar asosida ishlaydigan axborot tizimlari xulosalariga tayanish mumkin emas. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsga doir ma'lumotlarga qonunga xilof ravishda ishlov berish, ularni ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish, ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etish qurollarini musodara qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravargacha 41,200,000 so'mgacha jarima solishga sabab bo'lishi belgilandi. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunga ko'ra, Jinoyat kodeksi 73-moddasining 4-qismida umrbod ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilganlardan tashqari ko'rsatilgan shaxslarning kitob o'qiganligi uchun jazo muddati qisqartirilishi mumkin. Bunda mahkumlarda to'g'ri ma'naviy axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan, belgilangan tartibda tasdiqlangan adabiyotlar ro'yxatidagi kitoblarni o'qiganligi fakti tasdiqlanishi lozim. Muddat har bir o'qilgan kitob uchun 3 kunga, biroq 1 yilda ko'pi bilan 30 kungacha qisqartiriladi. Mahkumning kitob o'qiganligi faktini tasdiqlash haqida xulosa qabul qilinganda, muassasa ma'muriyati sudga jazoni o'tash muddatini mahkum tuzalish yo'liga o'tganligi munosabati bilan qisqartirish to'g'risida taqdimnoma yuboradi. Mahkum tuzalish yo'liga o'tganligi munosabati bilan uning jazoni o'tash muddatini qisqartirish sud tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risidagi Prezident farmoni bilan ayrim turdagi xomashyo va yarim tayyor mahsulotlar uchun import bojxona boji 2027-yil 1-yanvarga qadar 0 stavkada qo'llanilishi belgilandi. Ilgari mazkur xomashyo va yarim tayyor mahsulotlar uchun import bojxona boji 2024-yil 1-yanvarga qadar 0 stavkada qo'llanilishi belgilangan edi. Ichki ishlar organlarining migratsiya va personallashtirish sohasidagi faoliyatini raqamlashtirish orqali sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qaroriga ko'ra, 2026-yil 1-maydan eksperiment tariqasida Toshkent, Samarqand va Farg'ona viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida bittadan tuman shahar migratsiya va personallashtirish bo'linmalarida o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratilgan sun'iy intellekt asosidagi aqlli migratsiya shoxobchalari tashkil etiladi. Bunda dastlabki bosqichda aqlli migratsiya shoxobchalarida belgilangan davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan o'ziga o'zi ko'rsatiladigan xizmatlar turlari kengaytirib boriladi. Shuningdek, 2026-yil 1-sentyabrdan talabalar yotoqxonasiga joylashish bo'yicha shartnoma tuzish bilan bir vaqtda talabalarni turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olishning kompozit tartibi joriy etiladi. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-fevraldan jismoniy shaxslarga identifikatsiyalovchi ID kartalar bir marotaba rasmiylashtirilganda uning chipiga kiritiladigan elektron raqamli imzo sertifikati bepul beriladi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qaroriga ko'ra, Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot tizimi, ma'muriy amaliyot moduli mas'ul vazirlik va idoralarning axborot tizimlariga integratsiya qilinadi. 2026-yil 1-fevraldan umumiy vazni yuki bilan 44 tonnadan ortiq yuk avtomobillari, konlar, shaxta va karyeralarda qo'llaniladigan maxsus transportlar, yuridik shaxslarga tegishli yo'nalishsiz taksilar, shuningdek antikvar avtomototransportlar uchun alohida seriyali ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari joriy etiladi. Ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan transportlardan foydalanish, ularni qayta ro'yxatga olish taqiqlanadi hamda ular davlat ro'yxatidan chiqariladi.
Adliya vazirligi Markaziy bank bilan birgalikda kredit va to'lov tashkilotlari, to'lov tizimi operatorlari tomonidan jismoniy shaxslarga masofadan moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlikni ta'minlash hamda frod holatlarining oldini olish bo'yicha minimal talablar to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Endilikda onlayn kredit olishda firibgarlikka uchragan fuqarolardan kreditni undirish to'xtatiladi. Ya'ni kredit tashkiloti frod holati natijasida nomiga onlayn kredit rasmiylashtirilgan fuqaroga surishtiruvchi, tergovchi, prokurorning qarori yoki sudning ajrimiga asosan jabrlanuvchi deb e'tirof etilganda mazkur onlayn kredit va u bilan bog'liq foizlarni hisoblashni hamda undan undirishni to'xtatadi. Kredit tashkiloti onlayn kredit ajratishda frod holatini sodir etgan shaxsdan yetkazilgan moddiy zararni regress tartibida undirishi mumkin. Shuningdek, kredit tashkiloti frod holatiga shubha qilganda qonunchilikda belgilangan tartibda shikoyat qilishi mumkin. Surishtiruv, dastlabki tergov natijalari yoki sudning qaroriga asosan frod holati yuz bermaganligi aniqlanganda kredit tashkiloti onlayn kredit va u bilan bog'liq foizlarni hisoblashni hamda undirishni davom ettiradi. Nizom bilan shuningdek mobil ilovalarda onlayn firibgarlikka qarshi talablar ham kuchaytiriladi. Unga ko'ra, mobil ilovada ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi akkauntiga faqat ushbu shaxs yoki yaqin qarindoshlariga tegishli bo'lgan bank hisobvarag'i, bank kartasi va elektron hamyonlarni biriktirishi hamda ushbu akkaunt orqali P2P o'tkazmalarni amalga oshirishi mumkin. Foydalanuvchining telefon raqami va jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami mos kelishi tekshiriladi hamda moslik aniqlanmaganda mobil ilovada ro'yxatdan o'tkazish va bank kartasini biriktirishga yo'l qo'yilmaydi. Bundan tashqari, mazkur hujjat bilan bir kunda faqat bitta bankdan onlayn kredit olishga ruxsat etilishi belgilandi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Javonmardlik. Forscha javonmard, mard yigit. Javonmardlik 10-13 asrlarda Xuroson va Movarounahrdagi keng tarqalgan ijtimoiy harakat. Javonmardlik borini yo'qlar bilan baham ko'rish, yo'g'iga shukr qilib faqat o'z hunari evaziga kun ko'rish, zohiran va botinan pok yurish, pok yashashni anglatadigan tushuncha. Uning 3 nishonasi bor: vafoda xilof qilmaslik, manfaat talab qilmaslik, birov so'rashidan oldin hozir qilish. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi hamda qator tashkilotlar hamkorligida Islom sivilizatsiyasi markaziga sayohat uyushtirildi. Islom sivilizatsiyasi markazi nafaqat noyob arxitektura yodgorligi, balki bugun va o'tmishni bog'lab turuvchi ajoyib bir ko'prik desa ham bo'ladi. Boisi bu yerda zamonaviylik, demak o'tmish xotiralari bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Sayohat asnosida ziyolilar tariximizda ilgari bo'lmagan ulkan va noyob loyiha bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Maqsad bitta, u ham bo'lsa, bu jamiyatga, xalqqa yetkazish vositachilari keldi. Ular she'rlari bilan, asarlari bilan, maqolalari bilan xalqimizga bu buyuklikni falsafasini tushuntirish kerak. Oddiy qilib bu Islom sivilizatsiya markazi o'zi nima ekanligini, mag'zi nimaga, bu bilasizmi, buyuk tarixlar makoni bu. Faktlar makoni bu yerda. Faqat uni qanday yetkazish oldimizda turibdi. Shuning uchun bugun ziyolilar bilan biz bu kelib ko'rganimizdan keyin bitta narsa chora-tadbir qilamiz endi. Qanday qilib buni xalqimizga yetkazamiz? Ertaga ochilgandan so'ng buni qanday to'g'ri tushuntiramiz? Bunda bilamiz har doim ziyolilar o'rni beqiyos. Shuning uchun biz bugun ziyolilar bilan bugun ertan endi qanday buni xalqqa yetkazish bo'yicha o'zimizni rejamizni qilib olamiz. Shu nuqtai nazardan tarixchi olimlar, filologlar, professor o'qituvchilar, shoir va yozuvchilar, bir so'z bilan ijodkorlarning kelgusi ilmiy tadqiqot va maqolalari, asarlariga hali bu yerdagi eksponatlar mavzu bo'lishi tayin. Bizning tariximiz bu. Mana biz o'zimiz lolu hayron. Kechagi xorijiy mehmonlarning ahvolini qarang. Shu darajada hayratdaki, endi hayratimning tili bo'rsaydi agar deb shoirlarimiz aytgan. Lekin muborak bo'lsin deymiz. Bu
zamonaning davrimizning yangi O'zbekistonimizning bosh me'mori hurmatli prezidentimizning sa'y harakatlari bilan biz kimligimizni bilaylik, dunyoga shu kimligimiz nuqtai nazaridan qaraylik. Ustoz Erkin Vohidovning gapi gap, tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Buni yuzaga chiqarish bizning vazifamiz. Bugungi kunda ushbu salobatli markaz, gumbaz va uning peshtoqlari, nihoyatda nafis naqshlar, bu yerdagi har bir artefakt yosh nuroniylarni birdek o'ziga ohanrabodek tortadi. Bu yerdagi jam bo'lgan narsalarni juda baholash qiyin. Odam haligi xayoli qamrab ola olmaydi. Bu shu qadar kengki, bu bir masalan osmonga boqsangiz shunday yulduzlarni ko'rasiz va uni cheki yo'q ekanligini tasavvur qilasizda. Bu yerda ham kirib shunday tasavvur qilish mumkin. Bu cheki yo'q. Ana buni ko'rdim, buni ko'rishim kerak, buni ham ko'rishim kerak, bunga chiqishim kerak degan bir tasavvur odamda paydo bo'ladi. Qandaydir g'urur paydo bo'ladi. Eslatib o'tamiz, mazkur majmua o'z ichiga islomdan avvalgi sivilizatsiyalar, birinchi Renessans davri, ikkinchi Renessans davri, O'zbekiston 20-asrda, yangi O'zbekiston, yangi Renessans kabi bo'limlarni qamrab olgan. Ajdodlarimizni, buyuk tariximizni mana shu haligi dunyoni hayratga solgan o'tmishimizni ichida yashayapman. Bu yerda shunaqa bugungi kun o'sha ilg'or texnologiyalar asosida barpo etilgan bu muhtasham saroyda bizga mana shu davrda o'tmishimizda yashash imkoniyati berilyapti-da. Markazda turli tarixiy ashyolar, qo'lyozma manbalar, suratlar, eng so'nggi rusumdagi multimedia vositalari orqali namoyish etilgan. Mazkur ekskursiya esa ularning har biri bilan yaqindan tanishish uchun yaxshi bir imkoniyat. Prezidentimizni millatga bo'lgan mehriga va uzoqni nihoyatda ko'ra olishiga, til bilmaydigan bizni millatni tarixidan mutlaqo bexabar odamlar hammasini hayrat chulg'agan. Nahotki O'zbekistonda shundoq buyuklik bor, shundoq ulug'lik bor, lekin aslida mana shu ulug'lik bizga bobo meros. Bu yerdagi har bir detal, tarixiy ashyo, artefakt sizni o'sha davrlarga sayohat qilishga chorlaydi. Sehrli diyorimizdan yetishib chiqqan olim va ulamolar, sarkardalar hayoti bilan yaqindan tanishish asnosida buyuk o'tmishdan g'ururlanish hissi cho'lg'ab oladi har bir kishini. Ayniqsa yoshlar ushbulardan faxrlanib, ota-bobolarimizga munosib bo'lishga intilsalar, ne ajab. Meni talabalarimni 20tasini, 30tasini olib kelib, mana shu islom sivilizatsiyasi markazida men saboqlarni shu yerda berishim kerak degan bir fikrlar paydo bo'ldi. Yoki bizda tarixiy asarlar bor. Tarixiy asarlarda qadim tarixlarimiz aks ettirilgan. Nima uchun u romanlarning muhokamasini, mana shu eksponatlarni, mana shu ko'rgazmalarni ko'rib, misol uchun Farg'ona vodiysining tarixi turibdi, shularni ko'rsatib, nima uchun bu yerda o'sha saboqlarni tashkil qilmaslik kerak? Har bir ekspozitsiya o'zida ulug' va buyuk tarixni so'zlaydi. Markaz bilan tanishgan inson ana shu o'tmishni, sivilizatsiyalar tutashuvini o'z ko'zi bilan ko'radi, tafakkur qiladi. Xalqimizning dunyo taraqqiyotiga qo'shgan buyuk hissasini anglaydi va tuyadi. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, bu yerda xorijiy davlatlarning muzeyshunoslik va manbashunoslik tajribalariga tayanildi. Chet eldagi mashhur muzey va kutubxonalar, nufuzli mutaxassislar bilan mustahkam hamkorlik yo'lga qo'yildi. E'tirof etildiki, ushbu majmua hech shubhasiz o'zimizning go'zal me'moriy an'analarimiz uyg'unligi, yangi O'zbekistonning bunyodkorlik maktabi, ilmiy ma'naviy salohiyatimiz ramzi sifatida tarixda saqlanib qoladi. Bu yerdagi har bir bo'limning mazmun mohiyati ham ana shu maqsadga qaratilgan aslida. Kitob eng yaxshi do'st, eng zo'r maslakdosh. Yaxshi bilasiz, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, Turon bank aksiyadorlik banki, O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi hamda Toshkent metropoliteni hamkorligida metro bekatlarida tashkil etilgan Turon kitob bekati loyihasi bugun keng jamoatchilik tomonidan iliq qarshi olindi. Afsuski, loyihani hayotga tatbiq etilish jarayonida Turon kitob bekatlaridan ko'plab kitoblar ba'zi yo'lovchilar tomonidan qaytarilmadi. Shu o'rinda bir narsani yoddan chiqarmaslik lozimki, kitob o'g'risi ham o'g'ridir aslida. Shunday qilib, mazkur loyiha doirasida O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti talabalari, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, professor, ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zosi, Sayyora To'ychiyeva hamda tyutorlar boshchiligida Buyuk Ipak yo'li metro bekatida joylashgan Turon kitob bekatiga tashrif buyurishdi. O'zlari mutolaa qilgan sara badiiy va ilmiy asarlarni taqdim etdilar. Shuningdek, loyihani mazmunan boyitishga xizmat qiladigan bir qator qimmatli kitoblar ham ushbu maskanga joylashtirildi. Ushbu kutubxonalar orqali har bir yo'lovchi o'ziga qiziq bo'lgan kitobni olib, yo'l davomida mutolaa qilishi, so'ng esa keyingi bekatdagi Turon kitob bekatiga qoldirib ketishi lozim. Bu esa bilim almashinuvi, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish hamda jamiyatda ma'naviy muhitni mustahkamlashga xizmat qiladi.
O'qing, ulashing va tafakkuringizni boyiting. Prezidentimizning tashabbusi bilan Farg'ona turizm brendi yaratilyapti. Hududdagi mavjud salohiyat real loyihalarga, ular esa yangi turizm lokatsiyalariga aylanyapti. Davlatimiz rahbarining qarori bilan 4 trillion so'mlik 48 ta loyiha amalga oshiriladi. Buning natijasida 2,5 mingta yangi ish o'rni tashkil etiladi. Farg'ona turistik rekreatsion zonasi u qanday bo'ladi? Unikal loyihaga ko'ra Farg'ona tumani 4 ta zonaga ajratilmoqda. Bular Shohimardon Yordon umummavsumiy xalqaro kurort majmuasi 924 gektar, Chimyon sanatoriy kurort zonasi 786 gektar, Vodil agroturizm klasteri 549 gektar, Avval ko'ngilochar turizm majmuasi 137 gektar. Loyiha jami 2396 gektar maydonni o'z ichiga oladi. 9 yil oldin qanaqa ahvol edi, hozir qanaqa? Mana turistik klasterlarni qilish bu davlat vazifasi qo'yilgan. Shuning uchun prezidentimizga katta rahmat. Vodiy O'zbekistonning yuragi deyiladi. Vodiyni biz qancha ko'p rivojlantirsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Mana misol uchun 9 yil oldin O'zbekistonga Amerikadan 13 mingta turist kelgan. Bugungi kunga 40 mingdan ortiq turistlar keldi. U degani butun dunyoga biz ochildik va butun dunyo qiziqib qoldi O'zbekistonimizga. Turistik klaster vodiyda qilish bu nima beradi? Ish beradi. Yoshlarga yangi yo'nalishlarni ochib beradi. Prezidentimiz aytdilar, turizm bu ekonomikaning lokomotivi. Sababi 1 so'm qo'yilgan turizmga yana 10 so'm olib keltiradi. Tarixga ega Avval qishlog'idamiz. Bu yerda 20 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. O'tgan yili mana shu qishloqqa 45 ming mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyurdi. Nima uchun? Chunki siz tasvirda ko'rib turgan 70 dardga davo deb hisoblanadigan bloklar, qadimiy va muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar bor bu yerda va mana bunday oilaviy dam olish maskanlari tashkil etilgan. Tashrif buyuruvchilar sonini 80 mingga yetkazish rejalashtirilyapti bu yil. Buning uchun infratuzilma yaxshilanyapti, qator loyihalar amalga oshirilyapti. Davlatimiz rahbarining qarori esa bu boradagi ishlarga dasturlamal bo'lib xizmat qildi. Prezidentimizning 2026-yildagi ilk qarorlaridan biri Farg'ona turizm brendini yaratishga yo'naltirilgani vodiy ahli uchun unutilmas voqelik bo'ldi. Tahlillarga ko'ra, 2025-yilda hududga 544.200 nafar xorijlik sayyoh kelgan. Endi bu ko'rsatkichni 3 barobarga oshirish rejalashtirilmoqda. Ya'ni xorijdan tashrif buyuruvchilar soni 1,5 million nafardan oshishi kutilmoqda. Turizm eksporti hajmi esa 300 million dollarga yetkaziladi. Yangi ish o'rinlari soni ko'payadi, farovonlik oshadi. Vazn yo'qotishning eng samarali usullari nima? Ko'pchilik juda ham noto'g'ri tushuncha borki, men non yemasam, men tez ozaman. Chunki non bizani organizmimizda sutочный normamiz bor. Ya'ni 150 mg sutkada biz non iste'mol qilishimiz kerak. Faqat biz bu non iste'mol qilganimizda kunni qaysi yarmidaligini bilishimiz kerak. Chunki uglevod mahsulotlari kunni birinchi yarmida yegan ma'qulroq bo'ladi va uni biz albatta grammajiga qaraymiz. Boya aytganimdek, sportivniy atletik formadagilarda biz uglevod ko'proq beramiz, chunki ularda mushey bo'ladi. Yog' jirovoy sloy baland bo'ladigan bo'lsa, demak biz uni normativini qo'yishimiz kerak. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, kasalliklar natijasida kelib chiqadigan patologiya bo'ladi. Ya'ni bu ham pishavoy, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarini chegaralash bo'ladi. Non mahsulotlarini, sложный uglevodlarni, gluteni bor uglevodlarni biz cheklaymiz. Bu ham individual ravishda bu narsani ko'rib chiqishimiz kerak. No,
sutka davomida, bir sutka davomida 150 gramm non bu bizani organizmimizga zarar yetmaydi va kerakli bo'lgan mikronutriyentlarni berishga bizaga ahamiyat beradi. Xo'p emas, xo'p ham emas. Bu shunchaki xo'p deb yoziladi. Keling, bugun ko'pchilik xato yozadigan va muloqotda xato ishlatadigan so'zlar aslida qanday yozilishini ko'rib chiqamiz. Bafurja bu so'z bafurcha deb talaffuz qilinishi mumkin, ammo yozganda bafurja deb yoziladi. Teleboshlovchilar va suxandonlar ham bag'oyatda so'zini ko'p ishlatishadi. Aslida ular bu so'zni xato qo'llashadi. O'zbek tilida bag'oyatda degan so'z yo'q. Aslida bu so'z bag'oyat shaklida qo'llaniladi va yoziladi. Ular katta ehtimol bilan g'oyatda va g'oyat so'zlari bilan aralashtirib yangi so'z hosil qilishgan. Yana bitta muhokamali so'z bu yokida. Bu kabi bog'lovchi o'zbek tilida mavjud emas. Muloqotda ko'pchilik yoki bog'lovchisi o'rnida yokida deb qo'llashadi, lekin yozishda yoki deb qo'llash to'g'ri. Agar kimdir shu tarzda xato yozsa, bemalol ularga xato qilyapsan deb tanbeh bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'z-o'zini baholash mavzusida gaplashamiz. Bu inson o'zini yetarlicha qadrli, qobiliyatli yoki muhim deb hisoblamasligi holati hisoblanadi. Xo'sh, bu o'zi qanday paydo bo'ladi? Birinchi sabab bolalik tajribasi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, bolaning o'zi haqidagi tasavvuri asosan kattalarning munosabati orqali shakllanadi. Agar bola tez-tez tanqid qilinsa, boshqalar bilan solishtirilsa yoki his-tuyg'ulari e'tiborsiz qoldirilsa, u asta-sekin o'zidan qoniqmay boshlaydi. Ikkinchi sabab ijtimoiy taqqoslash. Ijtimoiy tarmoqlar rivojlangani sari bu sababning aktualligi oshmoqda. Inson o'zini doim boshqalarning eng yaxshi ko'rinishi bilan solishtirganda o'ziga bo'lgan ishonchi pasayadi. Chunki biz boshqalarning faqat natijasini ko'ramiz, jarayondan esa butunlay bexabarmiz. Uchinchi sabab ichki tanqidiy ovoz. Men buni qila olmayman, baribir muvaffaqiyatsiz yakunlanadi kabi avtomatik fikrlar kelishi. Ko'pincha bu ovoz avval eshitilgan tanqidlarning ichimizdagi aks sadosi bo'ladi. Bir narsani yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. O'z-o'zini baholash tug'ma bo'lmaydi, u shakllangan psixologik model hisoblanadi. Demakki, uni o'zgartirish mumkin. Eng avvalo salbiy fikrlarni real va sog'lom fikrlarga almashtirish, shuningdek o'z qadrini tashqi baholardan mustaqil ravishda shakllantirishni o'rganish lozim. Siyosiy manfaat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.